Assalomu alaykum. Said Akbar Uz kanalining ashaddiy obunachilari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun obunachilar sizlar uchun eksklyuziv yangilik qilganman. Bitta akamiz bor edi, qattiq iltimos qilib sizlarni ekranga nima desam bo'ladi endi haliga anchadan beri niyat qilib yurdim. Shu niyatga Xudo xolasa bugun yetdik. Abzorini chiroyli qilib bo'g'ozmonlarni qilib beramiz. Akalar ko'kragini qaranglar buni, to'shini. Hozir og'ilni ko'rib tanimayotganlar bo'lsa, akamizni o'zini ko'rib tanib qo'yasizlar Xudo xolasa. Mana mollarni qaranglar aka. Oldi gardanini qarang, turishini, enini. Mana shved deganga shved akalar mana. Haqiqiy mollarning legendalarini Xudo xolasa hozir qo'yib beramiz. 2026-yil 28-may sanasida Xudo xolasa, mo'y mashalloh. Syomkalarimizni boshladik. Hafta kuniga bugun kunimiz payshanba. Mana akalar. Manzillarimiz yana o'sha Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Shovon mahallasida syomkalarimiz bo'lib o'tyapti. Akalar mana mollarni ko'ryapsizlar. Xudo xolasa faqat sifatga, zotga, sutga mollarimiz bor deydi akalar. Kimlarni taniyotgan bo'lsa, ya tanimaganlar bo'lsa, yana Orif akam taklif qilamiz. Orif akamni mini molxonasidamiz. Kamtarona Orif aka. Normal keldingizmi? Cho'rchamasdan. Aholi yaxshimi? Obunachilarimiz allangali salom. Xudo xolasa Yashang aka. hayitlar barchamizga muborak bo'lsin. Xudoga shukr. O'tkazdik. Shu kunlarga yetkazganiga shukr. Alhamdulillah, to'g'ri aytasiz. Siz obunachilaringizga ilindik. Mollarni sorti zo'ridan Xudo xolasa. Xudo xolasa. Sizda birinchimiz biz. Xudo xolasa yengil qilib qo'yib beraman. To'g'ri Alloh aytasiz. qodir qilganicha. Xudo xolasa chiroyli qilib. Aka, kanalda yangisiz, o'zimizga tanishmiz, Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Qaysidan boshlaymiz aka? Mayli, o'sha arzondan kelaylikmi? Bo'ldi aka. Sizda aka hammasi arzon o'zi. Hammasi arzon o'zi. O'tolaring. Akalar bunular qaranglar, shvedchalarni. Ana akalar. Orif aka, siz ham indamay sekin joylab ish qiladigan odamsiz. Ishingiz puxta siz ham aka. Mana shular bor, Eston bor. Bitta mana shuni jub qo'yib beraman. Mana ikkalasi bilanmi? Bo'ldi aka. Xudo xolasa hammasini ekan. Bo'ldi. Kuraylarni endi chiqaryapti. Buni chiqarib bergan yo'q ekan. Aha. Ostini ko'ring, osti ham option zo'r. Ostlari ham o'ziga yarasha ekan, o'ziga yarasha ekan. Yuvoshligi boshqasi yaxshi. Bo'ylarini bitta o'lchab qo'yishchi. Metrga hali qilmaymiz, bo'yini o'lchab. Endi aka, haliga 1.20 borib qolibdi o'zi. 18 ga beraylik. Bo'ldi aka. Ikkalasini 18, 17 ga beraveramiz. Bo'ldi aka. Chiroyli qilib Xudo xolasa yoritib bering. Eston bilan mana va. Aha. Ana hurmatli obunachilar, Osti yaxshi. osti zo'r lekin, haqiqatan to'g'ri. To'rttasi, to'rt yerda. 6 oylikdan. 6 oylikdan bo'g'az. Ha, bo'g'az. Naqo'la kelib turibdi. Haligi Orif aka, siz muncha deysiz, men muncha deyman degan gap bo'lmasin aka. Bo'ldi. Siz o'zingiz buni ichida anchadan beri yurgan insonsiz aka. Bizga 5 qo'l daligimiz ozginadan qo'yib sotamiz. To'g'ri. Maqsad sotish. Xudo xolasa. Nima deysiz bularni? Jupiga 46 million berishsin. Jupiga 46 million. U sizda kanallaringizni boshqa kanallarga solishtirsin, encha yengillaytyapman. Shuni Jupiga. o'tib beradiganingiz qancha? Endi aytilgan hali muhim emas, yaqin qilib aytdim, ozmas tayyorga o'tib beraman. O'tib berasiz. O'tib beraman. Bo'ldi Albatta, aka. ishimiz bitadi. Telefon Bo'ldi. qilishsin. Akalar kimgadir ma'qul kelsa 46 million dedimi? 46 million. 23 million so'mdan bo'ladi. 23 milliondan arzon-da bular. Arzon To'g'ri ham yaxshi. Ya, Mana katta mollar ichida shunchalik bo'lib turib qolas bu. yo'q, to'g'ri. Aka, mana uni boru. Shakka to'yadi. Mana. Hali o'tmading demasin, ikkalasiga ham 500 ming o'tib qo'ya olasizmi? Olishsin Aka, qani sizda birinchimiz. bismillahirrohmanirrohim. Bo'ldi. Sizda birinchimiz Bor-bor olishsin. aka. 45 million 500 ming. Yana ozginadan xayrini qilib beraman. Bo'ldi aka, yashang. Dastlabki va'da bo'yicha besplatno. Bo'ldi. Yeb ishlari sinovdan o'tgan. Sinovdan o'tgan. Bir haftaga beramiz yeb ichishga Xudo xolasa, sinovdan o'tgan. Yo'q, Orif aka o'shancha aytaman. Men reklama qilayotgan mollarni deyman-da. Xotirjam olinglar deyman. Albatta, Kerak bo'lsa men o'zim ham javob berishaman. YouTube'da xotirjam olishaversin. Nimaiki bizniki adresimiz hamma yo'q tayyor. To'g'ri. Bir marta emasmiz. To'g'ri. Ishimiz davomli bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Sotib qochib ketolmaymiz. Biz yo'ldaga haligimiz yo'q. Endi bozorda haligi emas. Mana bunimiz bor. Qora to'yimiz. Bu ham Xudo xolasa yaxshi.
aka buni. 21 chiqyapti, 20 plyusga beraveramiz. Bo'ldi, buru Sorti 20 yaxshi bu plyus. ham. Ash limonizlar ko'tarinchi aka. Mana sortini vobshin. Voy, xulqlarni qaranglar aka. Ular ham yaxshi. Hozirdan shunchalik bu 3 oy tekshirib qo'yilgan. Bo'ldi aka. Orqasida kim u karobka bor aka. Karobkasi bor. Yo'q, qaranglar. Kecha aytganimdek boru, shunday bitta yosh bola o'tirib, kofeni ichib aka. Ha, xudo xolasa. Dada ishdan kelyapsizmi deb. Shunaqa. Bizda Akalar mana. shu Просто joyimiz sal to'g'riroq bo'lmasa, yetalab ham ko'rsatar edik-ku. telegram qilib beramiz. Xudo xolasa. Keyin savarlarga aka. Savarlarga, xudo xolasa. Nima deymiz aka buni? O'ta zo'r ekan sorti. Mashinam ozgina kechkiligi bor, bonus olib qo'yib beraman. Xunojin pulga qo'yib beramiz, salkam. Qancha? 22 million 500 mingga chiroyli qilib xayrini qilib beraman buni. O 22 million 500 mingga. buni xunojin bo'lsa ham badani yaxshi, o'zi o'sha pulga boradi. Bo'ldi aka, men buni qo'lda bering, men so'ramadim. Bo'ldi. Ma'qul keldi bu narxingiz. Chunki aka bilasiz, men o'zim ham Oyoqlari ham yaxshi. yo'q, hamma yo'g'i yaxshi. Men o'zim ham haligi savdoning ichidagi odamman. Narxi yo'qdi. Albatta, xudo Oladi xolasa yengil ekan. qilib beramiz. Yashang aka, sizga ham bundan qolayotgan foyda yaxshiliklarga ishlayapti. Albatta, bizga ozginadan qolsa bo'ldi. Bu o't shishyapti, buni 28 ga beraverdik. Bo'ldi. Bu bitta tug'an. Bu bitta tug'an. Bo'ldi. Ko'rkirak. Qulqi hammasi bizda hammasi yaxshi, undaqasi qoladi bizda. Ha, to'g'ri. Tenderlarligisi yaxshi. Akaligi aytadi, o'zimizga ravo ko'rmaganda o'zgaga ravo ko'rmaymiz aka. Keyin yana bitta narsada aka, Orif aka bilasiz, beyda yomon mol sotib, o'zimizga muammo, rasud qilgandan ko'ra sotmagan yaxshi. Albatta, uni muammosi aytcha. Shunaqa. Alloh o'zi saqlasin. To'g'ri aytasiz. Sorti yaxshi. Qo'lga kelyapti bu. Yo'q, xo'larni qaranglar aka. Qo'la kelyapti-ku. Mana shu qo'lga kelyapti. Bo'ldi aka. 6 oylikqa beraveramiz. Xudo xolasa. Lekin 6 oyda axida. Ag'da. Ag'ida. Aka bu bo'g'ozda 15 kun qo'ymaganingizga 15 kun plus minus. Ha, shunaqa. Hali endi mojit oldirroq, mojit keyinroq. Keyinroq. Nima deysiz aka buni? O so'zkalarni qaranglar aka. Tarang to'ttasi. Bunga 26 million berasiz. Hop. 26 million xayri bor. Xayri bor. bunga. Ha. Aka onamga o'xshab buzib qo'yaylik buni ham 500. Olib tashlaylik. O'zlariga o'tib beray. Telefon qilsa ish bitadi, ha. Xudo xolasa ish Bo'ldi bitadi. aka. Xo'p bo'pti aka. Endi cho'zilib ketmasin deb yaqinlaydi. Yo'q, to'g'ri aytyapsiz. Mana bu iston. O so'zkalarni qarang, So'zkalari ham yaxshi. U o'ta baquvvat ekan O'ta aka. baquvvat bu so'zkalari. Bizda haligisi yo'q. Bu mana so'zkalari. Orinbay aka, bu video davomida aytaman, endigi safarga aka qandaydir qilib hamma Aha. shularni yetalab ko'rsatish Xudo qilamiz xolasa, aka. harakat qilamiz. Nimaga desangiz bor-ku, mollar realni ko'rinadi. Ha, realni ko'rinadi. Mana hozir boloxonada deb bor aka, katta molingiz amalga zo'r ko'rinmay qolishi mumkin-da. Lekin osti hamma yo'q yaxshi. Mollar hamma yo'g'i zo'r. Tulayapti, mollarga alay qilishmasin. Mana tulab alay bo'lyapti mana. Yo'q, zo'r aka. U uni osti mana o'zi realni ko'rsatib qo'ydi, qarang. Ha, yuvoshligi ham bir boshqacha. Vobshe, zo'r aka. Xudo xolasa, hamma tomonlama yaxshi. Bunga Buni 7 oyga beramiz. 7 oyga. Ha. Bu ham o'zi 125 dan baland u. Buniga 28 ga beraylik, 30 chiqyapti. Ha, bo'ldi. Endi 1 sm aqa baqa. Ha, obunachilar haliga qilinmaydi. Alloh hamma yo'q, zo'r. Ustilarni qarang. Xudo xolasa. Egarlanmagan ot bor-ku, o'shanga o'xshab turar ekan, belini qarang. Pul. Narxini 30 million desa ham berishaveradi o'zi aslida. Sizning kanalingizda birinchimiz, xudo xolasa 27 million ozgina xayrini qilib beraman. Bo'ldi aka, hop. Lekin sog'lom, Yo'q, mollar yaxshi, yo'q. Mana narx bor, yaxshi bo'ldi. Yaxshi, zo'r bo'ldi. Aka, chunki o'zim ham qo'yib yuribman-da. Masalan, hali bo'lmasa jichcha izlansam aka deyveraman. Albatta. Xotirjam qimmat bo'lsa qimmat deyishaversin, lekin iloji boricha arzon qilamiz. Biz ozginadan qolsa bizda sonida ko'p ishonuvchi uchun kichkina foyda olib ketadi. Orinbay aka, mana shu 4 ta molingizni chiroyli qilib yetarash iloji bormi, yo'qmi? Endi ilojini qilib beramiz. Ilojini qilib bering. Qilib bering aka. Tashqariga olib chiqishimiz kerak. Olib qochmaydimi? Yo'q, olib qochmaydi. Olib qochmasa, shunaqa qilaylik aka. Nima dedingiz? Kichkina cho'ziladi, lekin yo'q, obunachilar ham za bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ylan bir o'lchab qo'yaymi? Ha, o'lchab qo'ying, men shunday ko'rsatman. Mana birinchisi akalar, Shvedni birinchisi. Shvedni birinchisi. O'zingiz ayting. Ha, bo'ldi, 1.30. Bu ham 1.30 baland bo'lsa baland, past emas. Bu 28 Bu 28 ekan. Hop. Buni ham 27 ga beraveramiz. Bo'ldi aka. Nimaga desangiz aka, mollar o'ta zo'rda aka. Mana ranglari ham tashqarida zo'r ko'rinadi. Buni ham 27 ga beraveramiz. Bo'ldi aka. Hammasi 1.27 deylik-a. 27 dan beraveramiz. Bo'ldi. Qanday qilaylikmi? Olib birdan olib ko'rsatib baylaylikmi pastga? Bir-biriga xalaqit qilmaydi. Bir-biriga ushay qilmaydi, olib layla qilamiz. Ha. Akalar mana chiqish jarayonlarimni. Endi akamni jicha ovora qilamiz-ku, lekin
obunachilar sizlarga mollar realni ko'rish maqsadida shu holatlarga, shu mehnatlarga bittadan kommentariya, bittadan like urib qo'yasizlar akalar. Akalar mana chiqdi. Mana qarang, aka hushyor bo'laverasiz. Mana akalar qaranglar. Qanaqa ko'rinyapti, qanaqa. Yo'q, quyoshda zo'r ko'rinadi aka. Bu ayni ushlab tursangiz bo'ldi, men aylanib boraveraman. Akalar mana like urib qo'yasizlar. Like, mana qarang. Men oldiga ishqiboz bo'ldim-da mana. Bo'ldi qaranglar. Ona. Oldini. Bo'ldi aka, siz ham ko'p qiynamang. Bu birinchisi bu. Bo'ldi. Akalar mana molni qaranglar, yurishi bir o'g'lon buni. Ana akalar. Молодец, mashalloh. Pastga belab qo'ying aka. Orba aka sizga ham rahmat ovora qilyapmiz. Biz ishimiz Narxini aytib ketamiz sirasi. Biz ishimiz shu. Buning narximi? Ha. Aslida buni 45 desak ham arziydi. Arziydi. 40 fasla qo'yib beraman buni. Qancha qo'yib berasiz? 37 million qo'yib beraman. O'ylaganimdan 1 million arzon aytdingiz. Albatta, u aytdim. Ishonavering. Gap yo'q. Sizda birinchi, xudo xolasa. 37 million so'm. Necha oylik? Bu 5 oylik. 5 oy. Kuragi? Kuragi yo'q hali, buzov. Vaytat akalar mana kuragi yo'q. 37 million dedimi? Ha. 37 million so'm. Qanaqa qilib beraman? Oyoq qo'llarini qaranglar akalar. Bo'ldi akalar ikkinchisiga harakat qilyapti. Bu. Mana shu o'zi gibrid. Shivit bilan simitdan ekan. Aka, molni ko'rganda. Qo'yib qo'ygan ekan buni. Vo, men ana olmasam, aka, vapshim zo'r bo'pti. Mana ikkinchisi. Akalar mana ikkinchisi kelyapti. Men orqasiga o'tib olaman, to'xtang. Men o'tib olaman orqasiga. Akalar buni sal hushyor bo'laverasiz, qaysarroq ekan. Akam jicha ovora qilyapti lekin. Onani qarang. O'yingashib bo'lmay, yeni ham baquvvat. Yeni ham zo'r ekan, haqiqatdan aka. Bo'ldi aka, endi turaversin. Voy, akalar mana like turinglar, like'da. Mana qaranglar mol turishini. Mashalloh deb bittadan kommentariy yozib qo'yasizlar. Onani qaranglar. Onani qaranglar, ey. Gap yo'q. Aka zo'r. Mana shunday bag'dan bitta bo'lay. Kuchlar ham bir boshqacha tag'in aka. Voy aka. Vapshim zo'r. Bo'ldi aka, olib kiraveramiz. Akalar molni qaranglarda sizlarga realni holatda shu mehnatlarga o'sha aytganimdek like, yomg'ir yog'dirib tashanglar, orib ekanini o'qib ketaylik, lekin u like bo'lsin. Молодец aka. Hozir buni ham akam xudo xolasa o'ylaganimdan ozroq qo'yib beradi. Onani men kichik balandroq o'ylovdim. Nima deymiz aka buni? Bungami? 36 million berishsin bunga. Borgan sari 1 million past beramiz ha. Bo'ldi aka. So'ramadim. Zo'r. Akalar. Boshqacha narsa bor. 36 million Maqsad so'm. sotish bizda. Maqsad sotish. To'g'ri. Yetib bu bor. Bunisi 7gimi? Buni 7 oyga borib qo'ygan. Ha, ikkinchisi? Ikkinchisi. 7 oylik. Kuragichi? Kuragi endi buzyapti ekan. Ha, yo'q, buzov aka, birinchisi ekan-da. Bo'ldi aka. Mana akalar keyingi 3-chi. Bu yaqin. Bo'ldi, buni tushirmay qo'yamiz bo'lmasa. Ashida turavering, ashida turavering. Mashida turing. Bo'ldi. Akalar bu yetik bo'g'ozimiz. Yetim bu o'ta yaqin. O'ta yaqin ekan. Billanmi? Xudo xolasa aka mana ko'ringlar oldilari buni. Bo'ldi aka, olib kirib qo'ying. Alaykum assalom. Arba aka, olib kiravering. Buni ko'p qiynamanglar, bu o'sha yaqin ekan tug'ishga. Bu o'ta yaqin. Xudo xolasa cho'tka qilib idealni qilib beramiz. Akalarimiz ham mana xudo xolasa kirib keldi, Arba akamni qalbi ochiq odamda, mana qaranglar ostini. Osti ham haqiqiy zo'r ekan. Bungami 35 million berishsin. O oshiydigan qo'limda ham ushlab qo'ying bitta. Ushlaymiz. 35 millionqami? 35 million berishsin, arzonli ekan. Chiriqliq qo'yalaq. Bor aka. O'ta yaqin-da. Voy, mollar arzon bo'lyapti. Men o'ylaganimdan-da arzon bo'lyapti. Молодец. Aka buni mana shunaqa qilib qo'ygan bo'lmasa, odam hali akalarni ha, ovora qilmaylar. Lekin buni 1,5 oy bo'ldi. Hop. Biz qo'yganmiz, gumonga. Baylab qo'ying aka baqa. To'xtam, baqa o'tib olaman. Mana akalar oldidagilarga oldilar. Boshqacha. Tuyoqlarni ham bir yoritib bering, chiroyli qilib. Bo'ldi aka. Bo'ldi, bog'laring, ko'rsatib qo'yaman. Tuyoqlarni enini qaranglar, yo'g'onligini qaranglar. Orqa tomondagi keyin shivet palasalari ham bor ekan, xudo xolasa mana. Gibrid emas, toza shivet bu aka, xudo xolasa orqa korpusni ko'ringlar. Hamma yoq joyida. Aka qayerda eshik?
Pulga o'ta yaxshi. Odildan akalarimiz mana syomkamiz tugamasdan kelib mana olib bergan bizni taqlashni boshladi. Aka nima deymiz? Bu narxi qami? Va buni 28 million kami bu buni. Chiroyli qilib o'tib beraman buni. Bo'ldi aka, so'ramadim buni. Chiroyli qilib o'tib beraman. So'raydigan joyi ham qolmadi akalar. Bo'ldari bu aka bugunga. Bugunga bo'ldi, xudo xolasa. Yana ishimiz davomli bo'lsa, obunachilarni chiroyli Alloh qilib nasib layf qilsin. bosib tursa, zo'rdan zo'r chiqaveradi, xudo xolasa. Mollar sorti zo'r hammasini. Bo'ldi xudo xolasa. Havas qildim deganlar bittadan layf bosib qo'ysa, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Bittadan like bosib kommentariyani xudo xolasa yozib qo'yasizlar. Kimgadir manzur bo'lsa, ostiga olib beramiz, nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videoda xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, ya gap so'zlarimizda agar bir nuqsoni bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'rab qo'ygan holatda keyingi videolarda hammamizdan oramizdan xato bo'lmagan holatda Qurbon hayitining 2-kuni bo'lyapti. Hammamizga muborak bo'lsin. 3-kunini ham o'tkazib chiroyli holatda hammamiz ham har doim xonadonimiz shunday yaxshi kunlar bilan o'tish nasib qilsin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.